Bolam, men senga pomidor, bodring olib keldim. Hammasiga bodring olib kelibsiz. Kalling bormi seni? Kop-katta bo'lasan, qilgan ishingni qara. Qachongacha orqangda yugurib yuraman men seni. Bolani urishmagan. Bolam bor xonangga kirgan. Xo'pada. Menga qara onasi. Birinchidan do'kondan nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zing bola bilan chiqqinda, unga yaxshilab o'rgatgan, qaysi biri yaxshisi, qaysi birini tanlash kerakligini. Ikkinchidan, bolani bunaqa baqir-chaqir qilib tarbiya qilib bo'lmaydi. Hozirdan sen shunaqa baqir-chaqir qilsang, ertaga hamma narsada ikkilanishni boshlaydi. Men buni tanlasam bo'larmikin yoki yo'qmi degan qo'rquv paydo bo'ladi. Uchinchidan, bola yaxshisinimi, yomonini nima olib kelsa ham, bolam shuni yaxshi qilibsan olib kelib, faqat sal bundoqrog'ini olib kelmabsan deb turib, yaxshilab tushuntirish kerak bo'ladi. Ko'p-katta ayolsan, qilib o'tirgan ishingni qaragin. Boshqa ko'rmayman seni bolaga bunaqa baqir-chaqir qilayotganingni. Xo'p, adasi. Masalarga yig'ishtiringlar xoninglarni deganim, nima hali ham o'ynab o'tiribsizlar? Onasi. Men senga o'tgan safar nima dedim? Bola xato qilsa, jahlim chiqib urishish odat bo'lib qoldi. Bu muomalang bolalarga yaxshi ta'sir qilmaydi, tushundingmi? Yig'ishtir dedim men senga bunaqa muomalani. Bolalarim, menga qaranglar. Sizlar ko'p-katta bo'lasizlar. Uyni tozalab o'tirsanglar, uyga baraka kiradi. Tushundinglarmi? Tez yig'ishtirib olinglar-chi. Olinglar. O'rgan. Men sizlarga Farzand ota-onasining so'zidan emas, amalidan tarbiya oladi. Bolalarim, mabutlarda chiroyli qilib taxlab qo'ysizlar, gap yo'q. Shunaqa xursand bo'ldim. Faqat men veliginglarni ham joyiga qo'yib qo'ysanglar, bundan ham chiroyli bo'ladi uyimiz. Sizlar aqlli bo'lasizlar-ku. Rahmat, adasi.